Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men İftixar Abdurshid. Bugun chorshanba. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatı bo'lsin. Dünya Uyghur Qurultayı 19 mart günü yaqinqi zaman tariximizdagi milliy ko'rishimizning ilhom buluqi hisoblangan Baran inqilobining 35 yillik munosabati bilan maxsus axborot e'lon qilib, har qaysi ellarda faoliyat olib berayotgan Uyg'ur tashkilotlarimizni, siyosiy faoliyatchilarimizni va keng avom xalqimizni o'zlari turishliq davlatlarning sharoit yer bergan doira ichida turli shakllar bilan Baran inqilobining 35 yilligini xotirlash faoliyatlarini uyushtirish orqali Baran qahramonlarimizga bo'lgan sevg'inish va hurmat tuyg'usini qayta namoyon qilishga, shundaqla mustabid Xitoy hokimiyatining navbatda xalqimiz ustidan rayimsizlarcha ilib berayotgan irqiy qirg'inchiligi va insoniyat qarshi jinoyatlarga bo'lgan g'azab nafratini ifoda qilishga chaqirgan edi. Hammamizga ma'lum bo'lgandek, vatanimiz Sharq Turkistonning Baran yezisida 1990-yili 4-oyning 5-kuni Zaydin Yusuf boshchiligidagi vatanparvar o'g'lonlarimiz Xitoy kommunist hokimiyatining xalqimizga selayotgan dahshatli ig'ir zulmi, siyosiy besimi, irqiy kamsitishi, milliy va diniy jihatdagi yo'qotish siyosatiga qarshi qo'zg'alib, kurashchan Uyg'ur xalqining va jangovar ajdodlarimizning zulmga va mustamlikchilarga tiz bukmaydigan kurashchan ro'yini namoyon qilgan edi. Shuningdan buyon dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'ur tashkilotlarimiz har yili 4-oyning 5-kuni Xitoyga qarshi turli shakldagi norozilik faoliyatlarini uyushtirish orqali Baran inqilobini xotirlashni izchil holda davomlashtirib kelmoqda. Dunyo Uyg'ur qurultiyining axborotida mundaq deb ko'rsatildi. Dunyo Uyg'ur qurultiyi bo'lish sifatimiz bilan har qaysi ellarda faoliyat olib berayotgan Uyg'ur tashkilotlarini va keng avom xalqimizni o'zlari turishliq davlatlarning sharoit yer bergan doira ichida Baran inqilobining 35 yilligini xotirlash faoliyatlarini uyushtirish orqali Baran qahramonlarimizga bo'lgan sevg'inish va hurmat tuyg'usini qayta namoyon qilishga, shundaqla mustabid Xitoy hokimiyatining navbatda xalqimiz ustidan rayimsizlarcha ilib berayotgan irqiy qirg'inchiligi va insoniyat qarshi jinoyatlarga bo'lgan g'azab nafratini ifoda qilishga chaqiramiz. Buningdan 35 yil muqaddam, ya'ni 1990-yili 4-oyning 5-kuni Sharq Turkistonning Baran yezisida hayvatli kurash signali yangrab, zulmat qoplagan bu zaminda xalqimizning Xitoy mustamlikchilariga qarshi nar sadolari yer jahonni titratgan edi. Ushbu muqaddas kunda Tegi Amdala 26 yoshga kirgan Zaydin Yusuf boshchiligidagi qahramon o'g'il-qizlarimiz Xitoy mustamlikchilarining zulmiga bosh egib qul bo'lib yashashdan o'z xalqining erkinligi va ozodligi uchun jinni pido qilishni sharaf deb bilgan edi. Baran qahramonlari o'zlarining qimmatli hayot bedeliga kurashchan Uyg'ur xalqining va jangovar ajdodlarimizning zulmga va mustamlikchilarga tiz bukmaydigan kurashchan ro'yini namoyon qilgan edi. Baran azmatlari Uyg'ur xalqining erkinligi, hörligi bo'lgan tashnaligi va orzusini butun dunyoga jakarlash bilan birga xalqimizning diliga milliy uyg'onish va milliy kurash urqini chashqan edi. Baran inqilobi Uyg'ur farzandlari uchun abadiy xotirlashga arziydigan bir muqaddas kun sifatida tarix betlaridan mangu o'rin oldi. Baran inqilobining 35 yillik munosabati bilan erkinlik, hörlik uchun kurash qilib, issiqqonlarni pido qilgan Zaydin Yusuf boshchiligidagi butun shahidlarimizni eslaymiz. Millatimizning sharafini qo'g'dash yo'lida kurash qilgan Xitoy turmalarida, jazo lagerlarida va majburiy emgak maydonlarida zulm chekayotgan qahramon o'g'il-qizlarimizga Allohdan g'ayrat va sabr tilaymiz. Biz har yili bu shonliq inqilobimizni iftixor bilan xotirlagan vaqtimizda millatning irodasi va orzu-armoni yo'lida aziz jonlarini qurbon qilgan shahidlarimizni hurmat bilan eslaymiz. Zaydin Yusuf boshchiligidagi qahramon o'g'lonlarimizga ehtirom bildiramiz. Shuning bilan birga Xitoy mustabidlari tarafidan Baran yezisida ilib berilgan dahshatli qirg'inchilikda shahid bo'lgan minglagan ota-onalar va narsida bolalarga Janob Allohdan u dunyolik rahmat tilaymiz. Xitoy zindonlarida va jazo lagerlarida hilmi aziyat chekayotgan fidokor azmatlarga erk tilaymiz. Baran inqilobi yaqinqi zaman tariximizdagi milliy kurashimizning ilhom buluqi. Uyg'ur xalqi bu shonliq kurash dostonini abadiyan iftixorlanish tuyg'usi ichida yod etadi va Zaydin Yusuf boshchiligidagi aziz shahidlarimizning kurash irodasiga sodiqlik bilan varislik qiladi. Amerika Davlat Majlisi Xitoy ishlari ijroiya komitetining qo'sh raislari seshanba kuni maktub yo'llab, o'zlarining Uyg'ur ziyolisi Ilhom To'xtini 2025-yillik Nobel tinchlik mukofotiga nomzod ko'rsatganligini e'lon qildi. Ular Nobel komitetiga avatgan bu maktubida yana Mong'ol faoliyatchi Xada, Hong Kong faoliyatchi Jimmy Lei, Xitoy xristian popi Wang Yi va jurnalist Huang Shuqinni bu mukofotga birlikda ko'rsatganligini bildirdi. Amerika Davlat Majlisi Xitoy ishlari ijroiya komitetining qo'sh raislaridan Avom palata a'zosi Chris Smith bilan
Kengash palata a'zosi Jeff Merkelining Nobel komitetiga avatgan maktubida bu Nobel tinchlik mukofoti o'zi va oilasi kelgan zo'r badalga qaramay, boshqalarning haq-huquqlarini qo'g'digan bu shaxslarga berilganda, u dunyoning har qaysi joylarida yashaydigan milliardlarcha xalqning ifodalagan tinchlik va erkinlikka bo'lgan istikining Xitoy Kompartiyasining hukmronlik ostidagi xalq bilan hech farqi yo'qligidek signalni berdi degan. Bu ikki qo'sh rais maktubida yana Uyg'ur ziyolisi Ilhom To'xtining qilgan xizmatlari Xitoyda kishilik huquq va qonun bilan idora qilishni tinchlik bilan qo'lga keltirish yo'lini tanlaganligiga vakillik qiladi. Uning ko'rsatgan xizmatlari Xitoy doiralarining yaqinqi yillardan beri Uyg'urlarga ilib borgan qabih jinoyatlarini nazarga tutganimizda texmi muhim o'rinni egallaydi degan. Bu Amerika Davlat Majlisi Xitoy ishlari ijroiya komitetining Ilhom To'xtini tunji qatim Nobel tinchlik mukofotiga ko'rsatishi bo'lmasdan, bu komitet Ilhom To'xtini o'tgan yilimi ko'rsatgan ekan. Ma'lum bo'lishicha, buningdan ilgari Dunyo Uyg'ur qurultiyining sobiq raisi Robiya Qodir xonim va Muhojirat Uyg'ur davosining bayroqdorlaridan va tonilgan Uyg'ur tashkilotlaridan Dunyo Uyg'ur qurultiyi, Uyg'ur harakati tashkiloti va Uyg'ur kishilik huquq qurilishi Nobel tinchlik mukofotiga ko'rsatilgan. Xitoy amaldorlari Prezident Trump bilan Xitoy raisi Xi Jinping orasida o'tkazilgan oliy uchrashishning ikki davlat munosabatining qaytadan keng ko'lamda tengshilishidan burun yuz berish kerakligiga qo'shilsimi, ammo bu uchrashishni o'rinlashtirish asta va mushkul bo'lmoqda ekan. New York vaqti gazetining dushanba bergan xabarda aytilishicha, Xitoy amaldorlari va hukumat maslahatchilari o'tgan hafta mazkur gazet bilan ilib borgan ziyoratlarida Trumpning tamojna beji, Grenlandiya, Ukraina va boshqa masalalar ustida ilib borgan chaqmoqdek harakatlardan cho'chigan. Shu sababdan ular bu oliy uchrashish kunini bekitishdan ehtiyot qilmoqda ekan. Bu masala ustida ikki davlat orasidagi muzokaradan ma'lumoti bor ikki Xitoy mutaxassis bu ikki davlat rahbarining bu yil sentabrda New Yorkda ichildigan Birlashgan Davlatlar Tashkilotining yillik umumiy kengashida uchrashish mumkinchiligini o'ttirib qo'ygan. Ammo Trump hukumatining yangidan e'lon qilgan tamojna beji mushabti kuchga ega bo'lgan bo'lib, bu Amerika bilan Xitoy orasidagi to'qinishni taxim jiddiyleştirdi ekan. Ikki davlat rahbarining oliy uchrashishini o'rinlashtirish mushkul holga tushgan bir vaqtda Amerikaning Osiyodagi ittifoqdosh davlatlarda ziyoratda bo'layotgan Amerika davlat mudofaa ministri Pete Hegseth Xitoy qarshi turish uchun Amerikaning Yaponiyadagi harbiy qo'mondonligini kuchlantiradiganligini e'lon qilgan. Fox xabar to'rining yakshanba bergan xabarda aytilishicha, Hegseth Yaponiya davlat mudofaa ministri Gen Nakatani bilan Tokioda ko'rishib, Yaponiya kommunist Xitoy harbiy kuchlarining Tayvan bo'g'izini o'z ichiga olgan zo'ravonligini to'sishda mustasno bo'lsa bo'lmaydigan sherikimizdir degan. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Keyingi qitimliq sonimizgacha ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.